Siz ko'rib turgan mana shu binolar, novostroykalar bir necha yil oldin sotilib ketgan va bu yerda hozir sotuvda deyarli birorta ham uy topa olmaysiz. Sababi bu Dubayda oilaviy yashash uchun eng zo'r joylardan biri hisoblanadi. Negaligini men hozir sizlarga ko'rsataman. Biz hozir mana shu yerdamiz. Sizlarga hozir mana bu binolarni ko'rsatdim o'rtoqlar. Endi e'tibor bering. Bu yer Dubaydagi eng katta yashil hududlardan biri hisoblanadi va bu yerda jami 20 mingdan ortiq uylar qurilgan va hammasini bitta qurilish kompaniya Emar qurgan o'rtoqlar. Dubaydagi Burj Khalifani ham, Downtown shahar markazini ham shu qurilish kompaniya qurgan. Bu yerda e'tibor bering o'rtoqlar, savdo markazi deysizmi, shifoxona deysizmi, masjid, maktab, qo'yinchi, golf maydonlarigacha qurib berishgan o'rtoqlar. Kelish kerak, yashash kerak. Bu yerda sotuvdagi eng oxirgi uylar, kvartiralar uchun narxlar 270 ming dollardan boshlanadi, villalar esa 550 ming dollardan. Bosh sahifadagi link orqali bizga murojaat qiling, biz sizga bu borada bepul xizmat ko'rsatamiz.